Saipova Fotima Dilshod qizi velosport bo'yicha O'zbekiston Milliy paralimpiya terma jamoasi a'zosi, xalqaro toifadagi sport ustasi, Osiyo chempioni. Zoir Tayyorlovich. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Mana hozir qizim meni oldimda turibdilar. Sport bilan shug'ullanadi, hamma sharoitlari bor ekan, faqat uylari yo'q ekan. Bugun o'zida qaror chiqarib, meni resursimdan yangi uyni berib, o'zing borib topshirgin. Xo'p bo'ladi. Şuraları yımrılıp ahır gazıge yürüyüge utangan o'pka bilan yurgan müşürlerden iborat bo'lgani uchun o'pkasi qisqarib ketib oxiri nafasim ololmaydigan qoladi. Davası bo'lmagani uchun juda ham qimmat bo'lgani uchun men xalqimizdan yordam so'rashga majburman. Insonni hayotini oldida topiladigan narsa biz hamma yog'imizni sochsak ham buncha pul chiqmaydi bizda.